uyingizda bir tup daraxt bor, lekin siz kesishni bilmayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, kesishni sizga o'rgatib qo'yamiz. Daraxtni hozir biz tekis qilib kesib olishimiz kerak. Xo'p, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. O'yini tekizlab oldik, ko'rayotgan bo'lsalaring. Daraxt yoshi 3 yoshda shoftol daraxtini sizlarga kesib ko'rsatyapman. Kichkina qaytida ishlovlar beramiz. Ichini ochib chiqdik. Shoftolini ichini ochdik. Bu abreska 4 litrli abreska deyiladi. Hozirlarga. Endi savol keladi, nimaga bunaqa shox qo'yapsiz? Yaqinroq olib keling-da. Daraxtimiz ancha shoxlar bo'lgani hisobiga mevaga mayda shoxlardan beradi, qalamda shox qo'ysak mevaga, stolga yaqin qo'ysak mevaga yirik beradi. Mana meva shox bo'ladi. Bu ancha shoxlar bo'lgani hisobiga biz shundan ikkita meva qo'yishni hozir rejalashtirib turibmiz. Qasariga qo'yapmiz shoxni sababi quyosh tepadan kelganda bemalol mevani qizartirib beradi. Hamda atrofda mevani ham qizartirib beradi. Bu 4 litrli abreska mevani 1 marta, 2 marta, 3 marta emas, deyarli 1 martada uzib mevani qulasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, bog'bon do'stlarimizga videoni ulashib qo'yamiz. Bundan keyingi videomiz qanaqa daraxt kesish bo'lsin, kommentariyada qoldirib ketaverasizlar. Yoqqan bo'lsa, o'rtoqlaringizga, bog'bon do'stlarimizga videoni shunday ulashib qo'yamiz.